Simulator o'ynaylik. Xo'p, akalar, hozir men obnovleniya ketyapti. Simulatorga qo'yib turinglar. Fortnite o'ynayman bugun. Yokka! Yo'q og'a, birinchi notebookni yoqib Steamni taxlashim kerak. Chang bosib yotgandir notebook. Men o'yinlarga uncha qiziqmayman. Sizga aytgan edim-ku, ketishim kerak deb. Shunga zerikmay deyman-da, nima qilish kerak og'a? Steamni ochsam nimani yuborish kerak? Bironta IT kod bo'ladi. Qarang. Hozir sizga tushuntiraman. Hozir. Steamni yoqqaningizdan keyin e'tibor bering. Mana mamlaka bo'ladi Steam. Bu nimaga? Bu boyagi. Qarang. Tepada Druzya degan joyi bor, ko'ryapsiz-a? Druzya degan joyga kirasizda Добавить друга bosasiz. Добавить друга bosganingizdan keyin mamlaka kod chiqadi. Mana shu kodni menga tashab qo'yishingiz kerak siz. Mana shu kodni. Qilasizda menga tashab qo'yasiz. Steamni ochganingizdan keyin. Keyin bu yerda sizga qaysidir o'yin yoqib qolsa, ammo bodo qaysidir o'yin, masalan CS:GO ko'chirmoqchimisiz? Mana bu poiskga CS:GO deb yozasiz, mana chiqib keladi. Bosasizda Добавить bosasiz, mana igrat bosasiz, keyin o'rnatib olasiz, ustanovka qilasiz, o'zi o'rnatadi. O'yinlaringizni mana chap tarafda ko'rinadi, mana chap tarafda pastda mana shunaqasiga ketib. Endi sizda kamroq bo'lishi mumkin, lekin mana shu chap tarafda turadi, biblioteka degan joyda. Mana shunaqa. Kozim qanday Kozim ey? Salomat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Kozim. Doningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Shoh sizga ham rahmat jigarim. Rahmat. 5 minut qoldi akalar, 5 minut qoldi. Ko'chiryapti o'zi. Gaplashib o'tiraylik. Nima gaplar olamda? Nimalar bo'lyapti? Shogird olmaysizmi? Yo'q. 3 ta oq go'sht berib yuboring deydi. Assalomu alaykum. Bodring purushlarni o'ynang. Voy, u Javohir kanalda chiqqan, undan so'raylar, loyla mendan emas. Og'a, bugun yolg'iz o'ynaysizmi? Bilmadim, tankka kelishim mumkin. Kelish ehtimoli 1%. Donat keldi. 19 dama og'a, farqi yo'q. Ish tanlamayman, iloji bo'lsa yordam bering. Okey debman, qayerdansiz? Baraka topkur. Mashitga sig'ardi-yu, qayerdanligingizni yozisham. Qarang, Javohir, donatga o'tirmang, pastda pochtam bor. Pochtaga qayerdansiz? Yoshingiz, pulni, hamma narsani, menga ma'lumotlaringizni yozib yuboring. Ko'ramiz, harakat qilib ko'raman, lekin va'da bermayman. Javohir, tushunyapsizmi? Va'da bermayman, lekin harakat qilib ko'raman, xudo xolasa. Konkursga qatnashgan edim, yutdim, kecha tug'ilgan kunim edi. Temurbek Aliyev, Temurbek, tabriklayman ukajonim. 100 yoshlarga kiring, ota-onangiz baxtiga, yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Nima gap akalar? $10,000 deydi. Voy, ana kuni Javohir bilan ko'rdik-da bitta video akalar. Bitta akaxon endi oilasi bilan, 3 ta bolasi bilan TikTokda efir qilyapti-da. Chatga $10,000, $1,000 deb yozsa, bechoralar quvonib yotibdi-da. Shunaqa yomon bo'lib ketdim. Endi ular tushunmaydi-da, endi boshlagan. U o'ylayapti pulmi ekan deb. Eshaklar hattoki donat ham qilmaganda, narsalar bor-ku, podarkalar jo'natiladi-ku TikTokda. Hatto o'shanaqa narsa ham qilishmaganda, faqat chatda yozishyapti. $100, $200 desa, bechoralar quvonib yotibdi-da, to'g'ri qilib. Endi tushunmaydi-da u ham. Hamzo nima gap? Assalomu alaykum va alaykum assalom. Yangi kelganlar. Ko'ruvdim. Tog'a moderatorlaringiz blokka tiqib qo'yapti. Endi erkatoyda bizni moderlar. Assalomu alaykum. Kulgili eshinda chiqqan shunaqa. Jalob, 5000.
narxini bilib Telegramda yozib yuboring, tashlab yuboring. Shohrux qanaqa narx? Siz menga druziya tashlang, narx kerak emas. Men olib beraman sizga любой o'yiningizni. Pul kerak emas. Menga druziya tashlang. Telegramda borman-ku. Jigarim, narx kerak emas. Menga druziya tashlang bo'ldi. Qolagan o'yinlaringizni ayting, mashi kerak menga deng. Bo'ldi. Rahmat Shoh, joningiz sog' bo'lsin. 5000 rubl. Ahmad Aliyev, assalomu alaykum. Og'a horror o'ynang. Ahmad Aliyev, qanday? Horror dushanba kuni bo'lib o'tadi akalar. Dushanba kuni, dushanbami? Seshanba bo'lsa kerak. Yo'q, seshanba kuni ekan. Seshanba kuni xudo xolasa katta kanalimizda bo'lib o'tadi. Horror o'yin, yangi horror o'yin. Opasi jilli degan Ajdaka. Rahmat, Shoh katta rahmat. 5000 rubl. Çok 5000 rubl. Discord'ingizni ayting. Discord'da nima qilasiz? Onanib tetay. Assalomu alaykum. Islombek qanday? Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Men hozir Mehroj akani chaqirib. Salomat. Assalomu alaykum og'a. Hosil va alaykum assalom. Streamda ham degandingiz. Assalomu ayiqni o'ynang. Hop. Bugun shorts bo'ladimi? Shorts bilmadim. Yarim soatdan keyin donatlar yomg'ir. Rahmat Jahongir, salomat bo'ling. Nima o'ynaymiz bugun? Fortnite o'ynaymiz. Kim bu? Kim bu bola kim mana shu bola? Vortex Play. Vortex salomat bo'ling. Rahmat sponsorlik uchun. Joningiz sog' bo'lsin. Homiylik uchun rahmat. Necha pul? 5000. Hozir so'mga anav qilib hisoblab ko'radi hozir mana bu loyiha, qaranglar. Juma ayyomingiz bilan rahmat. Omad aka, rahmat Stefan, salomat bo'ling. Kesik o'ynang. Yo'q, Fortnite o'ynayman men. Ozgina qoldi, xudo xolasa mana tortib bo'lyapti. Yarimidan ko'pini tortib bo'ldi. Gaplashib o'tiraylik, loyiha ozgina. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Erik qanday? Uchiha nima gapi? Kontrol o'ynashni o'rgandingizmi? Aytganingizdek og'a bir guring qilardim siz bilan chatda odam ko'pda shunga. Jackson rahmat. Quaki to'rt o'ynang. Xo'p. Birga o'ynaylik. Nima o'ynaymiz? Rustamov nima? Joningiz sog' bo'lsa, hayog'a Steamni taxlab olib, keyin sizga yozib qo'yaman Telegramga. Bo'ldi, Shoh joningiz sog' bo'lsin. Bo'ldi gap. Bo'ldi, onanib ketay. Katta rahmat. Jallod. Odamni jinni qiladi bunaqa summalar. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun u odam o'zini bosib, suvdan ichib o'zini bosib, rahmat katta Shohruh deymiz yana bir bor. Joningiz sog' bo'lsin. Donat keldi. Keyin Javohir. Andijonlikman. Hozir Mirzo Ulug'bek tumanida turaman. Sizga qanday topsam bo'ladi? Shunga yozish kerakmi? Ha, Javohir shunga yozing. O'sha pochtaga yozing. Siz bilan bog'lanish qanaqa bo'ladi? O'shani ham yozing. Telegramingizmi, telefon nomeringizni. Rahmat, salomat bo'ling Javohir. Kamolbek keldilar. Og'a salom. Streamga omad. Rippo o'ynamadingizmi? Kamol qandaysiz Kamolbek? Salomatmisiz? Rahmat katta. Katta rahmat. Rippo o'ynadik. Rippo ana kuni Javohir men o'ynadik. Og'a ham bor edi adashmasam. Yaxshi o'ynadik. Lekin bir xillikda, bir o'zgarish, boshqacharoq narsalarni qilishmagan shu. O'sha joylari yoqmadi menga. Klet degan o'yin chiqdi. U ham shu Reppo'ning janrida, unda faqat sal boshqacharoq.
Kletda masalan liftga olib borish kerak hamma narsani. Masalan, lut olib kelasiz, liftga olib borish kerak. Liftni boqish kerak, liftga ovqat berish kerak, bu bir. Liftni tuzatib turish kerak, bu 2. Liftga benzin quyish kerak, bu 3. Juda ham qiziqarli-da. Masalan, benzin topib turib, go'sht topa olmasangiz, ana u yeb qo'yadi, liftni o'zi yeb qo'yadi sizni. Agar benzin ovqat topib turib, benzin topa olmasangiz, lift pastga tushmaydi. Mashlakada qiziqarliroq. O'sha ko'proq yoqdi menga. Rajo Gaming. Assalomu alaykum og'a, men Rahimiy. Vo, Rahimiy. Qanday? Salomat. Yo'qqa. Yanağımı döküldü. Dökkana ağa çay içki. Turipti duvak. Shoxni qilyapsiz. Bo'ldi unaqa qilmang. Obbiga qila. Voy jallo. Joriy sog' bo'lsin. Rahmat shoh. Rahmat jigarim, rahmat. Katta rahmat. Obbiga rahmat. Tvay turibdi pastda, olib tushaman xudo xolasa. Olib tushaman deyman, har safar pastga tushaman, nimadir olmoqchi bo'lib, tvay esdan chiqib ketadi. O'tirganimdan keyin istayman.